Ona konsertimga to'rtim qolganda bunaqa qilmang, hey, bunaqa gaplar gapirmang deb chiqib ketgan odamman-da. O'sha kuni bo'layotgan narsa. Kelsam odamlar yotibdi-da, bittasini oyoq faqat ko'rinadi. Usti bekitilganda 3-zarba bo'ldi. Bundoq kiraman desam, yo'q, bu yoqqa keling deb xonasiga olib ketdiman. Xonasiga olib ketdi, уже psixologически уже tayyor bo'lib kelyapman shu narsaga. Komiljon, anaqa xabaringiz bor, 1-2 oy oldin oyizlaringiz dializ payti yuraklarida muammo bo'lib to'xtab qoldi, biza anaqa qilib qaytaruvdik. Xabaringiz bor-a dedi. Ha, xabarim bor dedim. Bu safar ushlab qola olmadik dedi. Payt nima deyishni ham, nima qilishni ham, kimga nima deyishni ham bilmay qoldim. Oldilariga kirishga jur'at etolmayapman. Ko'chaga chiqib kimga telefon qilay, kimga aytay dardimni. Sarvar bozor anaqada jublarda